Choq $100. Do'stlar, qo'limda turgan ikra haqiqiy original biologiya ikra. 100 gram qora ikra rostdan $100 turadimi? Ketdi bilamiz necha pul turishini. Tong sahardan Aliskiy bozoriga keldik. Sababi bugungi tadbirimiz dasturxoniga bozor qilishimiz kerak edi. Nega aynan Alayskiy? To'g'ri, narxlariga qimmatdir, lekin meni fikrimcha, sifat bo'yicha boshqa bozorlardan ancha aqlliroq. Mijozimiz dasturxonga original qora ikra qo'yib beringlar deganlari uchun to'g'ri 5 yulduz do'koniga bordim. Oka, qora ikrani originaldan bormi? Bor bitta shunaqasi. Xullas, Sarvar aka sanduqdan qora ikrani chiqarishni boshladilar. Bu yerda 250 gramlik varianti 9 yillik baliqdan olingan Malasaloniy Zaboyniy Asyotra ikramiz, 20 yillik baliqdan olingan Belujniy ikramiz. Bu yerda 50 gramlik, buni yarim kilo, 250 gram, 100 gramlik variantlari ham bor. Bu yerda o'zini qoshig'i, mana открывашkalar. Xullas, shu korobkadagi qora ikramiz bizga $300 ga tushdi. Nima deb o'ylaysizlar? Narxlar qanaqa, qimmatmi yo arzon? Kommentariyada fikringizni qoldiring.